Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bemorimiz bel umurtqalari osteoxondroz, grija holatlari bilan kelganlar va umurtqa grijasidan tashqari stenoz holat, ya'ni umurtqa kanallari torayishi diagnozlari qo'yilgan va bu kishiga o'ting. Umurtqa bellarida stenoz holat, ya'ni umurtqa kanallari torayish holatlari mavjud. Undan tashqari bellarda aseptik shish bor. Aseptik atyok deydi diagnozlarda shunaqa. Ya'ni bellarda shish paydo bo'lgan, shu shish paydo bo'lish hisobiga ba'zi bir bezovtaliklar bor, hozir buni aytib o'tamiz. Asosiy bellarda grijalari L3, L4, L4, L5 va L5, S1 nuqtalarda grija bor. Va grijani millimetri L3, L4da 6,5, L4, L5da 8 millimetrli va L5, S1 nuqtada 6 millimetrli grija bor. Asosiy shikoyatlari boldirlarga og'riq berishidan, o'ng tomonga boldir sohalariga og'riq berishidan va panja sohalariga karaxt bo'lishidan, og'riqlarning kuchayishidan, yurganda ayniqsa illik dumg'azalarga og'riq beryapti va tizzalarga yurganda ayniqsa 50-60 metr, kerak bo'lsa 15 metr yurganda kuchayayotgan ekan shikoyatlar bilan kelganlar. O'tirishlarda yonchalab yotib deyarli yarim o'tirgan holatda ovqatlanadigan shikoyatlar bor. Shularni biz mana bugun 8-muolajalari. Hop, bu kishiga hozir manual terapiya, tochishni massaj, undan tashqari kinezoterapiya uslublari, fizioterapevtik muolajalar, ya'ni lazer, ultrazvuk, elektroforez muolajalari, medikamentoz muolajalarini umumlashtirib hamohang ravishda davoladik. Deyarli qanchaga tuzaldingiz opa? Necha foizga tuzaldingiz? Xudo xolasa 90% ga yaxshi bo'ldim. Ozgina qoldi og'rig'im, Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketaman. Inshaalloh. Muolajalari yaxshi. Bu doktorimizni kelinglar, iloji bo'lsa shu yerdan shifo topib ketasizlar. Inshaalloh. Qo'llari yengil doktorimizni. Xudo xolasa. Og'riqsiz muolajalar, og'riqsiz, butunlay og'riqsiz holatda o'tyapti. Mana men kelgan uzoqdan keldim. Farg'ona viloyatidan keldim. Yaxshi, YouTube'da ko'rib kelgan edim, yaxshi. Ishonchingiz topdim, Xudoyimga shukr. Ishonchingizdagi muolajalar ekan, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Yaxshi. Endi bu kishiga mana 90% yaxshi bo'ldi. 100% yaxshi bo'lishi uchun ozroq vaqt kerak. Ya'ni mana bizga qilgan muolajalarimiz bir hafta 15 kunlarda to'liq natijasini ko'rsatadi. Va bu kishiga hozir qo'shimcha dori-darmonlarni yozib beramiz. Grijani o'sha yuzga tuzatib oladigan preparatlar bor, bir ikkita tavsiyalarimiz bor, ularni aytamiz va qo'shimcha uy sharoitida qilib turadigan mashqlarni buyuramiz. Ya'ni bellarni egilgan holatda, belni egilgan holatda, ya'ni hozir men bu yuqorida mashqlarni qo'yib qo'yaman. Bel muskullarida shunaqaki bel muskullari zo'r ishlasa, kuchli bo'lsa, grija osteoxondrozlar shuncha uzoqroq yuradi sizdan. Xulqimiz bizniki ham hayvonlarnikiga o'xshaydi. Faqat biz ikki oyoqlab yurganimiz uchun yuklamalar ko'proq bizga umurtqalarimizga tushadi. To'rt oyoqlab yuradigan mavjudotlarda bunaqa osteoxondroz kasalliklar bo'lmaydi, umurtqa kasalliklari bo'lmaydi. Chunki ular to'rt oyoqlab yuradigan mavjudotlar hisoblanadi va bir ikkita mashqlarni hozir mana shu videomiz oxirroqlarida qo'yib o'tamiz. Shu mashqlarni qilib turilsa, albatta shu kasalliklarga osteoxondrozlarni, grijalarni profilaktikasi hisoblanadi. Va bu kishiga ko'proq tavsiya qilamiz va shunaqa kasalliklarga suyaklarni quvvatini oshiradigan vositalardan ko'proq iste'mol qilish kerak. Ya'ni kollagenga boy bo'lgan mahsulotlar. Soddaroq tushuntiraman. Suyak sho'rvalar bor. Ana shularni
mahsulotlarni iste'mol qilish kerak. Kollagenga boy bo'lgan mahsulotlar, haladiz, tuxum, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlar, kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish kerak. Ya'ni bu suyaklarimiz kuchli bo'lsa, qay darajada kuchli bo'lsa, grija osteoxondrozda shuncha uzoqroq yuradi bizdan. Asosiy parhezlari shu. Keyin tana haroratida iste'mol qilish kerak hamma narsani. Mana misol uchun suvni ham, choyni ham tana haroratida. Mana misol uchun tanamizning gradusi 36.6 bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha choylarimiz, suvlarimiz hammasi tana haroratida ketishi kerak. Yoki undan sal iliqroq holatda. O'ta issiq ham emas, sovuq ham emas. Keyin organizmimiz doim yaxshi yuradi shunda. Issiq sovuq bo'lib qolmaydi. Ya'ni radikulitlar oldi olinib turadi va suyak kasalliklari ba'zi bir shu sovuqda ham qo'zg'alib qolish xususiyati bor. Asosiy nimalar shu. Hozir opamizga ayol muolaja qiladigan ayol hamshiralarimiz muolajalarni qilishdi. Hozir men bu kishiga manualniy terapiya va kinezoterapiya uslublarini umumlashtirib hozir qilib qo'yaman, bir ko'rasizlar. Hop, mana oyoqlarida kerak bo'lsa mana paylarini ishlatish uslublari bor. Mana oyog'ingizni opajon, mana kaftini o'zingizga tortasiz. Qaytaring. Torting kaftini. Torting. Torting. Hop. Oyog'ingizni mana shunday torting o'zingizga. Torting. Torting. Mana shu mashqlarni qilganda boldirning mana oldi muskullari va son sohasidagi muskullar, orqa oldi muskullari va qo'ymich sohasidagi muskullar yaxshi ishlaydi va suyakdagi ba'zi bir muammolar bartaraf bo'ladi. Torting o'zingizga. Torting. Bunisini torting. Harakatchanliklar aktivlashib qolgan ancha. Yaxshi, ancha. Torting mana. Og'riqlar kam. Birinchi kuni uncha qimirlata olmayotganingiz. Oyog'ingizni buklang. Mijozlarimiz soni juda ko'p va syomka qilish jarayonlarida o'sha oldingi holat va keyingi holatlarni oldinlari kuzatib borgan bo'lsangiz guruhimizda birinchi holati va oxirgi holatlarini ko'rsatib berganman. Hozir bu opamizda birinchi holatlarini hali ko'rsatmaganman, lekin mana hozir aytib o'tganimizda og'irroq kelganlar, og'riqlari kuchli kelgan va keyingi videolarda o'sha oldingi va keyingi holatlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Syomka qilishga va sal qiynalyapmiz. Shuni ham e'tiborga olasizlar. Ikki yonga suring opa. 1 2 3 o'rtaga torting. 1 2 3. Mana shu harakatlarning natijasida L3 L4 L5 S1 nuqtadagi muskullar faollashadi va o'sha tog'aylar rag'batlanadi. Oyog'ingizni uzating. Uzating bo'lisini. Mana bo'sh qo'ying. Tortgan pallada umurtqa kanallari ochiladi mana shunda. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Og'riqlar qay darajada? Yo'q. Yaxshi. Ha. Yaxshi. Birinchi kunlar mana shu holatlarda og'riyotganda mana. Aylantirganda og'riyotganda, qay darajada qoldi? Ozgina qolgan, ha, oz qoldi. Yaxshi, yaxshi. Yo'lga 10% ichida endi bu ham. Qo'lingizni bunaqa, boshingizni mana bo'sh qo'ying. Bo'shashtiring. Zo'r qilsalar. Zo'r, ha. Ha, endi qo'lingizni bir-birisiga kirishtiring. Nafas oling. Chiqaring nafasingizni. Nafas oling. Chiqaring. Aqayonchalar. Ha, zo'r qilsalar. Zo'r qilsalar. Qirsillagan sari tuzalib boraveradi bu narsa.
inshaalloh. Nafas oling. Chiqaring nafasingizni. Nafas oling. Chiqaring nafasingizni. Mana. Zo'r. Har kungidan zo'r bugun. Bo'sh qo'ying. Hop, opajon mana. Aylantiraman. Og'riq. Yo'q. Yo'qoldimi? Mana, bundan-chi yo'qmi? Unchalik emas. Kamaydi. Ha, kamaydi. Yonchalab yotib sekin o'tiring. Stiker qo'yib qo'yaman. Yelkangizni bo'shashtiring. Yaxshi. Qirsillar. Ha, bu oxiri qirsillar bor-da. Joningiz sog' bo'lsin, ilohim. Kelinglar shu bolaga. Shifoyingizni bersin. Juda malakali, yaxshi vrachimiz ekan, doktorimiz zo'r ekan. Hammalaringni taklif qilaman. Og'rimanglar, sog' salomat bo'linglar. Doktorimizning qo'li yengil, muolajalari yengil, zo'r bo'ldi. Rahmat, men yaxshi bo'lib qoldim. Allohga shukr. Salom. Hammalaring kelinglar. Ha, bu четвереньках, спина ровная. Под плечом у нас находится лучезапястный сустав, под тазобедренным суставом колено. Соблюдаем углы 90 градусов. Делаем небольшие покачивания назад и в исходное положение. Делаем вдох, выдох. Раз, два. Ровная спина в пояснице, не прогибаемся. Плечи немного назад. 3, 4. Прислушиваемся к себе. Не должно возникать дискомфорта. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Шагаем руками в сторону, смотрим на копчик. Голову повернули. Раз. В другую сторону. 2. Делаем все не спеша. 3. Упражнения не должны приносить никакого дискомфорта. 4. 5. 6. 6 раз достаточно. Сели на пяточки. Расслабили спину. Голову опустили на пол. Возвращаемся в исходное положение. Делаем небольшой шаг коленом вперед. Спина ровная. Округляем спину. И отводим таз назад, сводим лопатки. Таз подкрутили, округлили поясницу. Плечи назад. Поясницу немножко прогнули. Не должны чувствовать боли. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 2. 3. 4. 5. Поменяли ногу. Все делаем медленно, чтобы не чувствовать никакой дискомфорт. Прислушиваемся постоянно к себе. Раз. 2. 3. 4. 5. Вернулись в исходное положение. Спина ровная. Смотрим в сторону таза. Таз скручиваем в сторону головы. Влево-вправо. Раз. 2. Не спеша. 3. 4. 5. Становимся на локти. Голову опускаем вниз, тянемся лбом к колену.
Раз. Поочередно. 2. 3. 4. 5. 6. Сели на пятки, расслабили спину. Стоим на четвереньках. Поочередно выпрямляем прямую ногу назад и ставим ее на носок. Раз. Таз подкручен, поясницу не прогибать. Напрягли ягодицу и вернули в исходное положение. 2. Таз подкрутили. 3. 4. 5. Плечи назад, спина ровная. На выдохе 6. Чувствовать должны ягодицу, но не поясницу. 7. Не заваливаем таз в сторону. 8. 9. 10. И в конце поделали кошечку с небольшой амплитудой. Раз. Совсем небольшая. Чувствуем, как работает позвоночник. 2. 3. Не должны чувствовать боли. 4. 5. И встаем.